Bobur akalar salon ichidan pashshani yo'qotish yo'lini aytinglar iltimos sizlardan. Ashta ikkita pashsha uchib yuribdi. Na usha bo'ladi, na o'ltirib bo'ladi ularni. Kommentda javob layfhaklar bor. 120 yuringda birdaniga to'g'ri bering, laboyatga urilib bo'ladi. Gaz zapravkaga kirganda tushib turinglar deb aldab tashlab qochib qo'ydi. Topsalari menga ham aytinglar, ko'z oldimda ikkitasi zino qilyapti. Shu ham bo'ydoq meni azoblayapti. Aka kamardan qo'ying uchmasdan jim ketdi. Ay. Gay chiqdi deb qo'rqitdingmi? Aka pashshalarga 50 grammdan berib adashtirib tashlab keting. Brat ham ish tashlab pashshani olmayman. Brat bo'lsin tashlab pashshani haydab ketsa-chi. 3 minut qo'y. Yetadi. Ko'rdinglarmi? 3 minut kulaman men. Sizlar bor yo'g'i 1 minut 20 sekundini ko'rasizlar. Yana majburlab kulma deyishganicha. Tugadi. Endi qotib qoldi internetimda. Bo'ldi. Hamma aytgancha.